Norvegiyadagi Xitoyga qarshi kuchlar Norvegiya hukumatiga shikoyat xati avatgan va Xitoyga qarshi ochiq axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan. Norvegiya Uyg'ur komitetining 9 fevral bergan ma'lumotlarga asoslanganda, Norvegiya bilan Xitoy taraf o'rtasida erkin savdo kelishimi imzolanish arafasida Norvegiyadagi hokimiyat beshida bo'lgan har qaysi partiyalarga tava 8 yoshlar partiyasining qo'llashi, 4 komitet va 2 tashkilotning imzo qo'yishi bilan jami 14 organ Norvegiya hukumati ustidan shikoyat qilib, Xitoy bilan bo'ladigan erkin savdo kelishimini bekor qilishni talab qilgan. Şunun bilan birga Norvegiya Uyg'ur komiteti, Norvegiya Tibet komiteti, Norvegiya Hong Kong komiteti va Norvegiya Tayvan do'stlik jamiyati qatorliq 4 tashkilot birlashib bugun tor orqali Xitoyga qarshi ochiq axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan. Hatto Norvegiya Xitoy o'rtasidagi erkin savdo kelishimini bekor qilish, ikki tarafning munosabatini normallashtirishni amaldan qoldirish, kishilik huquqni iqtisodiy manfaatning oldiga qo'yish qatorliq 3 turli talablar o'tirg'a qo'yilgan. Xitoy hukumati 11 fevral kuni Angliya radio televiziya idorasi BBC'ning bir yurish atalmış saxta ma'lumotlarni tarqatganligini ilgari surib, uning Xitoyda tarqatish qilishini cheklaganligini jakaraldi. Dunyodagi nopozli axborot organi bo'lgan BBC yaqinda lager shohidlarining guvohlariga asosan Uyg'ur ayollarining lagerlarda sistemali holda bosqinchilik va xo'rlashga uchrayotganligi haqida xabar tarqatib, zo'r xalqaro inkas qo'zg'agan edi. Xitoy davlatlik radio televiziya idorasi bayonotida mundaq degan: BBC'ning Dunyo xabarlari kanali Xitoyga munosabatli xabarlarda radio televiziya boshqarish va chet el sun'iy hamroh televiziya kanallarini boshqarish belgilamalaridagi xabarlar cho'qim to'g'ri va betaraf bo'lish kerakligidek belgilamaga ig'ir darajada xiloflik qilganligi bayqaldi. Bu xabarlar Xitoyning davlat manfaati va milliy ittifoqligiga buzg'unchilik qildi. BBC dunyo xabarlarining Xitoy zamonida tarqatishini davomlashtirishiga yo'l qo'yilmaydi. Xitoy radio televiziya idorasi bu kanalning yangi yillik tarqatish iltimosini qabul qilmaydi degan. İstanbuldan kelib Anqaradagi Xitoy elchixonasi oldida tinch usulda norozilik faoliyati elib berayotgan Uyg'ur yoshlari Anqaradagi bir mehmonxonaga tushgan bo'lib, 10 fevral kuni bu mehmonxona turk soqchilari tomonidan qo'rshovga ilindi va faoliyatchilarning mehmonxonadan ayrilishi butunlay cheklandi. Mazkur faoliyatga qatnashish uchun Konya va Istanbuldan kelgan lager qurbonlari yaqinlari turk soqchilari tomonidan tutilib, o'zlarining turishliq shaharlarga majburiy qaytarib etilishiga boshlandi. İstanbulda bo'lsa Uyg'urlarning Xitoy konsulxonasiga yaqinlashishi cheklangan bo'lsa-mu, lekin Uyg'urlar yaqin atrofda faoliyatlarini davomlashtirmoqda. Amerikadagi dunyoga dangliq IPVM nomli sin kuzatish va analiz shirkati 9 fevral qisqa film e'lon qilib, Xitoydagi eng chong kuzatish kamerasi ishlab chiqaruvchi Dahua shirkati tadqiq qilib yasab chiqqan kuzatish kamerasidagi Uyg'ur ogohlantirish sistemasining Uyg'urlarga qanday aniqlama berganligi va sistemaning soqchiga signal avatadiganligi tafsili bayon qilindi. Bu film qo'yilgandan keyin Xitoyning kuzatish apparati ishlab chiqaruvchi shirkatlarning Xitoy Kommunist partiyasining Uyg'urlarga qaratilgan ig'ir kishilik huquq dafsandichiligiga qatnashganligi yana bir qatim oshkorlandi. Dahua qatorli Xitoy texnika shirkatlarining Amerika yoki boshqa davlatlar bozoriga eksport qilgan mahsulotlarda Uyg'ur ogohlantirish sistemasining bor yo'qligi texi noma'lum bo'lsa-mu, kishilik huquq tashkilotlari buningdan ansiraydiganligini bayon qildi. Amerika hukumati Bermidagi harbiy siyosiy o'zgarishga rahbarlik qilgan generallar va boshqa amaldorlarni jazo tizimiga kirgizganligini e'lon qildi. Oqsaroyning yozma bayonotida Bermida yuz bergan siyosiy o'zgarish sababidan bir qism armiya rahbarlari va amaldorlarga yurgizilgan jazo o'rtoqlashildi. Bayonotda Joe Biden hukumatining Bermida demokratiyaning qayta o'rnatilishida davomli chang turadiganligini va bu davlatga siyosiy o'zgarishning hech qanday shaklda qabul qilinmaydiganligini ta'kidladi. Bayonotga qaraganda Biden hukumati jazo tizimiga jami 10 ism qo'ygan. Buning ichida Bermaning bosh shtab boshlig'i Ming Anxlayang va siyosiy o'zgarishga rahbarlik qilgan muavin boshlig'i Sovin qatorliqlar bor.